Assalomu alaykum, hurmatli xaridorlar, aka-ukalar. Bu bizning Instagramdagi yangi profilimiz. Kelib yurgan aka-ukalarimiz yaxshi bilishadi, oyoq kiyimlarga alohida e'tibor qaratganimizda juda ham ko'p modellarimiz bor. Ko'p yengilliklarimizda udachin chiqqan modellar повторный kelaveradi. Shu oyoq kiyimlar to'g'risida alohida videolar aynan shu profilimizda joylanib boriladi. O'zi постоянный ishlaydigan profilimizda yaxshi podborkalarimizni ko'rsatishda davom etamiz. Bitta e'tiborlarni mana qaratamiz. Siz azizlarni qo'llab-quvvatlashinglar bilan xudo xolisa bu profillarni ham chiroyli qilib yaxshi rezultatlarga olib chiqamiz. Do'st yaqinlar bilan ulashib qo'yasizlar, bemalol xudo xolisa murojaat qilasiz direktlardan narxlari bo'yicha ma'lumotlarni. Santoni brendida. Profilimizdagi birinchi video bitta yaxshi zo'r modellar bular, yengilliklar hisoblanadi. Ko'rinishiga nisbatan vesi yengil, yaxshi kачествоda bo'lgan, juda ham yumshoq trikotajlardan foydalanilgan, akkuratni tikilgan. Xo'p. Ichidagi stilkalari hammasi teridan ishlangan bo'ladi. Juda ham yumshoq qilib ishlangan. Bitta moddadan foydalanilgan, mana qulaylikni oshirish uchun. Razmeriga idealni tushib berishi bilan o'zini sifati bilan ajralib turadi. Trikotajning materialiga ichidan ham e'tibor qaratadigan bo'lsa, qo'shib tikilingan. Mana buni mustahkamligini oshirish uchun. Mana bu joyigacha juda ham yumshoq trikotajdan foydalangan. Mana bu chokdan pastiga двойной material qo'yilgan. Bu ham o'ziga yarasha mana podyomdagi oyoqlarni chiqib ketmasligi uchun asraladi. 100% tabiiy zamishlardan foydalanilgan, o'zining ham brendlari urilgan. Bemalol murojaat qilasizlar. Xudo xolasa 39 dan 45